Assalomu alaykum azizlarim. Men yana keldim kartalarimni ko'tarib. Tinchmisiz, omonmisiz, sog'-salomat yuribsizmi? Hammalaringizga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Meni kanalimni kuzatib boringlar. Men juda ko'p qiziqarli yangiliklar aytib boraman. Hayotda nimanidir o'rganasiz, olasiz. Faqat tarot karta emas, boshqa yangiliklarim ham bor sizlar uchun. Birinchi boshlaganim uchun kechirasiz, hayajondaman. Xato kamchiliklarim bo'lsa o'tib ketasizlar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Menga obuna bo'ling, like bosing va kanalimga doim kuzatib borib, ko'p yangiliklarni o'rganing. Menga like bosgan, obuna bo'lganlar uchun oldim. Meni kuzatib borgan, menga like bosgan obunachilarim uchun oldim. Sizning holatingiz yaqin kunlarda, hozirda nimalar bo'ladi? Sizning hayotingizda yaqin kunlarda, hozirda nimalar bo'ladi? Sizning holatingiz yaqin kunlarda, hozirda qanday, nimalar bo'ladi? 5 ta karta olaman. Qisqa qilib boraman. Keyingi videolarimga ko'proq ko'rsataman. Chunki men yangi boshlanayotganim uchun hayajondaman. Qandaydir ovozim yaxshi eshitilyaptimi bilmadim hali. Tajribam yo'q. Siz shoshqaloq, erkin, o'zingiz mustaqil, o'zingizga ishonasiz. Hayotda erkinsiz, quvonchlisiz, omadlisiz. Lekin ba'zi payt shoshqaloqlik qilib qo'yishingiz mumkin. Aniq qaroringiz 50-50. O'ylagan maqsadingiz, rejangiz, shu uchun ehtiyot bo'lasiz. Shoshqaloqlik qilib xato qaror qabul qilmaslikka. Erkinlikni yaxshi ko'rasiz, erkinsiz. Hech kim sizni qiynamaydi. Yaxshi holatdasiz. Sizga bir aqlingizdagi odam yoki yaqinda birov yordam beradi. Sizga ishxonangiz ish yuzasidan bo'lsa, muhabbat yuzasidan bo'lsa ham, qaysi tarafdan bo'lsa ham sizga yordami tegadigan inson, shijoatli, o'ziga ishongan, qo'lidan ish keladigan, tajribali, hayot tajribasida puxta odam yordam beradi, ish beradi. Ish xohlasangiz pul beradi, yordam beradi, xullas. Mana shu aqlingizdagi inson bo'lsa, kimnidir o'ylab turib shunday yordam kutayotgan bo'lsa, shu odam juda ishonchli odam ekan, yordam beradi. Lekin unda muhabbat qurmoqchi bo'lsangiz, uncha muhabbatga layoqatsiz, pul manfaatni o'ylaydi ko'proq. Pulga qiziqadi. Ko'p mehnat qilib pul topgan, variantlari ko'p. Pul topish yo'lini biladi. Boy, o'ziga to'q, o'ziga ishongan odam hayotingizga kirib kelmoqda. Mana shu odamga ishonsangiz bo'ladi. Ikkilamda turibsiz. Ikkilanib nima qilay? Ichki qo'rquv bor sizda. O'zingizga ishonch yo'q. Bir ishni boshlamoqchi bo'lyapsiz, lekin ikkilanishda aniq qaror chiqara olmayapsiz. Nima uchun ikkilanishdasiz? O'zingizga ishonch hosil qiling. O'zingizga ishoning. Juda bo'lmasa, o'zingizga ishonch hosil qilganingizdan keyingina u ishingiz yaxshi bo'ladi. Muhabbat, sevgida ham, ishda ham 2 yil orasida qolgansiz hozir. Qaror qabul qila olmayapsiz. Haqiqatni ko'ra olmayapsiz. Haqiqat nimada, qanday qilib bir ishni qilay, qaysi ish to'g'ri deb qabul qila olmayapsiz qaror. Ichki tinchlikni saqlashga urinishingiz kerak. Ichingiz beqaror, behalovat, aniq fikringiz yo'q. Sevgan odamingizga ham muhabbat uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, ketaymi, qolaymi?
suhbati sovuq. O'sha gaplari yoqmaydi sizga. Hissiyotlaringiz yashirilgan bo'ladi. Yashiruv hissiyotingizni aniq bermaysiz, chunki yaxshi ko'rmaysiz. Shunaqa sizga karta maslahati: yashirin narsa fosh bo'ladi. O'zingizdan yashirin, masalan, turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rmaysiz. Mana shuni biladi, sezib qoladi. Yoki boshqa bir maxfiy ish qilayotgan bo'lsangiz, mana shu fosh bo'ladi. Ko'zingiz keyin ochiladi, haqiqatni ko'rasiz. Ichki bosimdan chiqasiz. Hozir ichingiz to'la bosim, nimalardir qiynaydi sizni. Katta qarorni kechiktirasiz. Qo'rquv sababli harakat qilmay o'tiribsiz. Harakat qiling. Bunday o'tirmang. Yana ikkilanish chiqdi sizda. Kartalarni bir-biriga ketma-ketligini ko'ring. Ikki yil orasida 2-3ta mehnat ishni birdaniga olib bormoqchi bo'lasiz. Bunday qilaymi, bunday qilaymi? Xullas, tartib, qaror, har bir qarorni tartib bilan o'ylab, ideal qarash kerak, iloji bo'lsa. Unaqa real qaraydigan ahvolda emassiz. Shoshilinch. Ikkilanish, aniq fikr, maqsad, bunday yosh bolalarchamisiz, bilmadim, shunaqa chiqibdi. Sizda shunaqa holat bor. Yana shunday chiqdi. Sizda bir ishni yopishib olmang, qo'yavering. Shunday hayot bo'ladiki, odam voz kechadi majbur. O'sha ish bo'lishi shart, bo'lishi kerak degan bitta qarorga turmang. U Xudoni aytgani bo'ladi. Agar sizda demak bo'lmayaptimi, bo'lishga ishonchingiz yo'qmi o'sha rejangizni, unga yopishib olmang, qo'yib yuboring. O'shandagina sizga yangi eshik, yangi yo'l, yangi reja ochiladi. O'zingiz ham qutulasiz qiyinchilikdan. Har bir yo'qolgan, har bir bo'lmayotgan vaziyatga xafa bo'lmaslik kerak. U Xudo shu yomon narsadan sizni qutqaryapti. Demakki, imkoniyat siz uchun bor. Siz noto'g'ri tutib yuribsiz o'zingizni. Shoshilyapsiz, shoshilib qaror chiqaryapsiz. Aniq qaroringiz yo'q. Qandaydir bitta qarorlik inson xotirjam bo'ladi-da, siz xotirjam emassiz, charchagansiz. Unday qilaymi, bunday qilaymi? Undaqada bo'lmaydi. Bir xil harakat qiling. Mana shu maqsad qiling, aniq qaror chiqaring. Vaziyat, muhit sizdan nimani talab qiladi? Siz shunday bo'lishingiz kerak, lekin bo'lish iloji yo'qmi? Qo'yib yuborish kerak. U Xudo yo'l bersa, bo'ladigan bo'lsa, Xudo oson qilaveradi hamma narsani. O'zi Allohni o'zi yetkazadi-da. Shuning uchun har bir ishga bir hikmat. Voz kechadigan holatda siz voz kechishga majbur bo'lasiz. O'sha o'ylab yurgan ishingiz bo'lmay qoladi. Yana nima deydi? Karta maslahati olamiz. Bitta karta maslahatida nima deydi sizga? Bundan keyin nima qilishingiz kerak? Karta maslahat berganda nima qilishingiz kerak? Karta nima qilish kerak? Olaman. Kartada shunday deydi, bir ish boshlamoqchisiz. Bir o'zingiz qilmang. Ustoz olasiz yoki biladigan odamga borib shogird turasiz yoki o'sha bilan birga ishni boshlaysiz, lekin 2-3 kishi bilan birgalikda qilasiz, o'shanda rivojlanib ketasiz. Bitta o'zingiz qilsangiz bo'lmaydi, qila olmaysiz. Kartalarim shunday deyapti. Hammasini qarang, bir-biriga mos, ma'nolari bir xil bo'lib chiqyapti. Mana bu yerda ham sizga ustoz chiqdi, bu yerda ham ustoz chiqdi. Mana shu uchun harakat qiling. Bir o'zingiz mana bu yerda 2-3ta ishni qilaman deb o'tiribsiz. Chopyapsiz, yuguryapsiz, bo'ladi degan qaroringiz bor. Pul osonlikcha pulni topmoqchi bo'lasizmi, bilmadim. Qanaydir notinch harakatdasiz. Qarorlaringiz beqaror. Bunday
aniq emas, 50 ga 50da. Shuning uchun siz yaxshi bo'lib, ishingiz zo'r bo'lib ketishi uchun mana shu planni sar tomonlama qaysi ma'noda plan tuzgan bo'lsangiz, manimcha ish boshlamoqchisiz, ishga kirmoqchimisiz? Mana shu ishda sizga kimdir yordam beradi albatta va siz 2 kishilab, 3 kishilab qilgan ishingiz birgalikda ham o'rganasiz, ham yordam beradi. Mana shu holatda siz yaxshi bo'lib ketasiz. Mustaqil o'zingiz hech nima qila olmaysiz. Qilgan vaqtda ham xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizda 2 marta yordam chiqdi, yordam beradigan odam bor. Yaxshi bo'lib ketasiz. Ko'nglingiz oq. Yaxshi, siz harakat qilyapsiz. Nimanidir amalga oshirish uchun ertaga kech o'ylayapsiz. Shu rejamni amalga oshirishim kerak degan bir qarorda turibsiz. Lekin yo'l yo'q, yo'l topolmayapsiz. Lekin sizda chiqadi yaqinda. Kimdir yordam beradi, o'ziga ishongan, boy, samimiy yordam beradi-da. Haromlik bilan o'zini manfaati uchun emas. Sizga yordami samimiy. Rahmat sizlar uchun kuzatganlaringizga. Afarin, tashakkur. Umid qilaman yana kuzatib borasizlar va mendan ko'p yangiliklar olasiz, o'rganasiz. Menga like bosing, obuna bo'ling. Salomat bo'ling azizlarim.